Xo'p, eng yomon ko'rgan odamingiz bormi? Aytmayman baribir. Sabab? Sabab o'zim muammolarim. Qanaqa muammolaringiz bor? Qizlardan-da. Mayli. O'qishimni bittasini ko'ra qoldi. Tashlab ketdi. Siz tashlab ketdingizmi yo u tashlab ketdimi? U tashlab ketdi. Xo'p, keyin qanaqa bo'ldi? Keyin siz qanaqa yashadingiz? Qanaqa? Aktyorlikka o'qishimdan boshqasini topdim. Buncha tez, ozgina siqilishga ham ulgurmadingizmi? Siqildim ozgincha. Xo'p, Keyin shu bilan juda kattalardek gapiryapsiz hozir. Hali yoshlik qilmaysizmi bunaqa gaplarga? hayotga tayyor bo'lganman. So'ngkiligi bo'lsa 300 ming yo 200 ming olganaman. Hozir uylansangiz, bemalol xotiningizni, farzandlaringizni boqa olasiz, to'g'rimi? Ya farzandga hali bor. Xotinim o'zi qo'g'irchoq berib, bola boqishni o'rgatishim kerak. Nimaga bilmaydimi bola boqishni? Endi yosh qizlar nimani ham biladi?